Akalar, assalomu alaykum. Qurilish sohasida yoki bo'lmasa shunga o'xshagan ishlarda agar ish bo'ladigan bo'lsa, ishchi bolalarimiz bor ishlaydigan shu jamoa qurilish sohasida. Keyin transher qazish, quduq qazish ishlari bo'ladigan bo'lsa, unga ham jamoamiz bor, jamoaviy borib ishlanadi. Ishimizni sifatiga javob beramiz. Agar qiziqtirganlarga qanaqa usta kerak bo'ladigan bo'lsa, 90lik 838 69 99 raqamiga yoki bo'lmasa 93lik 463 02 04 raqamiga telefon qilib bemalol so'rashlaring mumkin. Universal ishchilar ham bor. Agar universal ishchilar qiziqtirsa sizlarga yoki kunbay ishchi desalaring, kunbay ishchilar ham bor. Shogird olaman, shogird darajasida ishlaydigan ishchilar kerak desalaring, u darajadagi insonlar ham bor. Faqat murojaat qilib so'rasalaring, biz qo'ldan kelgancha topib beramiz. O'zimizni jamoada ham bor. Sizlarni qanaqa ustachilik qiziqtiradimi yoki bo'lmasa shu svarshiklikmi yo yevro remontchi kerakmi sizlarga, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. 90lik 838 69 99 raqamiga, 93lik 463 02 04 raqamiga.